Assalomu alaykum hammaga. Biz o'qituvchilar qo'shishni boshlaymiz. Bizga o'qituvchilar qo'shish uchun boshqaruv panelida turganimizda profil degan joyni bossak, bizda o'qituvchilar degan bo'lim ochiladi. O'qituvchilar bo'limiga bossamiz va bunda bizda o'qituvchilar, ya'ni markazimizda nechta o'qituvchi bor bo'lsa, hammasi shu yerda kelib chiqadi. Endi bu joyda plus knopkasi bilan o'qituvchini qo'shishimiz mumkin. O'qituvchi qo'shish uchun bizga birinchi navbatda ismi, masalan Aziza desak, bunga telefon nomer 998 91 111 22 33 deb telefon raqamini belgilasak, pochtasi aziza.gmail.com, ya'ni login o'qituvchilar kirayotganda shu login parol bilan kiradi. Parolimiz biz 1122 terib qo'yamiz. Qaysi fandan dars o'tadi? Ingliz tili, IELTS, kimyo. Masalan, biz shuni IELTS dan dars o'tadi deb belgilasak, bunga rasm biriktirishimiz ham mumkin. Bizda hozircha rasm yo'q. Rasmni o'zi biriktirib olsa ham bo'ladi, keyinchalik o'zi kirganda profilga. Tekshirish va saqlash knopkasini bosamiz. O'qituvchi muvaffaqiyatli saqlandi. Kelinglar endi mana shu Azizani profiliga kirib ko'ramiz. Biz super admin rejimidamiz. Super admindan chiqamiz va biz o'qituvchiga berilgan login parol bilan saytga kiramiz. Mana shu o'qituvchini teacher roli paydo bo'ladi bu joyda. O'ziga biriktirilgan studentlar, guruhlar, teacherlar hammasi ro'yxatga keladi va uning hisobida qancha mablag' borligi shu joyda paydo bo'ladi. To'lovlar grafigi endi bunda o'quvchi bo'lmaganligi uchun to'lovlar grafigi bo'sh bo'ladi. Va pastki qismda birinchi xona, uchinchi xonada dars borligi, ya'ni dars jadvali hammaga ochiq ravishda ko'rinib turadi. Profil tugma bo'limiga o'tadigan bo'lsak, profilni tahrirlash. Profilni tahrirlashda biz rasmini o'zgartirib olishi mumkin bo'ladi. Hop, rasm qilamiz. Shu rasmni bizga qo'yamiz. Biz bu joyga parol terishimiz kerak bo'ladi. Profil tahrirlandi, rasm o'zgardi, o'qituvchi paneliga biz kirdik. Hozircha shular, keyingi videolarda xonalar bo'limidan boshlaymiz.